Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana kunlar isidi, endi hamma dacha izlaydi. Sizlarga eng arzon joylardan dachalar to'p qo'ydim. Farg'ona shahridan 10 kilometr uzoqlikda Besharish degan joy ekan, ko'rishlaringiz mumkin. Narxi atigi $100 ekan. Mana birinchi bo'lib bu yerda chap qo'llarida tenisi bor. Xo'p, basseyni bor. Basseyni ko'rishlaringiz mumkin. Suvi doimiy yangilanib turar ekan. Do'stlar, chuqurliklari zo'r, kattaliklarni ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonda 5 xona uyi bor ekan, 10 ta odam bemalol sig'ar ekan. Hovlilarni ko'rishlaringiz mumkin, juda ham chiroyli qilib qo'ygan. Karaokesi bor, televizori bor, tenisi, basseyni. Xullas hamma sharoit qilib qo'yilgan. Bu tomonda ana tapchanlarni ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli holatda do'stlar mazza qilib dam olayotganini ko'rishlaringiz mumkin. Hovliga mana bunday manzarali daraxtlardan ekib qo'ygan. Sasna, archa juda ham salqin qilib qo'yilgan do'stlar. Mana narxlarini aytsak do'stlar, atigi $100 ekan. Bir sutkasi $100 ga sotib olib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Oilaviy kelsalangan bo'lar ekan. Do'stlar bilan, og'aynilar bilan kelsalangan bo'lar ekan. Xolodilnigi, konditsioneri, televizori hamma yo'q bor. Mana oshxonalari ham ko'rishlaringiz mumkin. Sharoit zo'r. Hech qanday muammosi yo'q. Kelib bemalol band qilib qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Xonalarni ko'rishlaringiz mumkin. 5 tagina xonasi bor ekan mana. Ichkarida ham oshxonasi bor, bog'da letniy kuxnasi ham bor ekan do'stlar. Hovliga bitta baho berib qo'ysa juda ham salqin, shinamgina. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol band qilib qo'yib, kelib maza qilib dam olsalaring bo'ladi do'stlar. Juda ham chiroyli. Sharoitlari zo'r mana do'stlar. Juda ham chiroyli holatda. Hozir blogerlar bu yerda dam olyapti ekan. Bir sutkasiga atigi $100 ga kelib olmasalaring bo'ladi. Do'stlar, bir qator sizlarga ko'rsatdik. Hovlilariga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham salqin, chiroyli qilib qo'ygan ekan. Bir qator yurib ko'rsatamiz mana. Qaranglar qanaqangi chiroyli qilingan. Mana do'stlar. Mana bu yerda mazaqi dam olasizlar, juda ham salqingina. Xullas, hamma sharoit bor. Basseynlarni ko'rdilaring. Mana alohida stullarimiz bor, tapchanlarimiz bor. Hech qanaqa muammosi yo'q. Kelib mazza qilib dam olsalaring bo'ladi. Mana hozir blogerlar dam olyapti do'stlar. Xonalarni bir qator ko'rsatishga harakat qilamiz. 5 ta xonasi bor ekan mana, balkonlari bilan. Ko'rishlaringiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomerlar aloqa chiqib bemalol band qilishingiz mumkin. Bizning kanaldan chiqsalar yana skidkalar bor. Sog' bo'ling.